أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 9. Sura Tevbe Medine'de nazil boğan 129 ayet. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen tiniş ötüş doğruluk kelişim tüzüşken müşriklerine qaratgan kelişimini bekar qilish e'lanidir. Ey müşrikler, yeryüzüde 4 ay yürüvelanglar. Bilinglar ki, sizler Allah'ın cezasından qechib qutulanmaysizlar. Bilinglar ki, Allah kafirlarni rasvo qilguchidir. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan e'landir ki, Allah ve onun peygamberi müşriklardan bezardır. Eğer küfürden tövbe kılsanlar, bu sizlerge yaxşıdır. Eğer İslam'dan yüz öğrensanglar, bilinglar ki, Allah'ın cezasından qechib qutulanmaysizlar. Ey Muhammed, kafirlarga qattiq azap bilan bisharat bergin. Amma müşriklar ichidagi sizlar bilan kelishim tuzgan, kelishimga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi turadigan hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu kelishimga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, kelishimning buzilishiga sababchi bo'lgan mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asri elanglar, qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini ko'zitib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Alloh tavba qiluvchilarga mag'firat qiluvchidir, rahim qiluvchidir. Agar mushriklardan bir kishi sendan omonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan o iman etmasa, uni jini, mili aman tapadigan joyga yetkizib qo'ygan. Bu shuning uchundirki, ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. Alloh va uning payg'ambarining qarashicha, ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi ahdi degan narsa bo'lsin, ammo Masjid-i Haram qishida sizlar bilan ahd tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladi ekan, sizlarmi vafo qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Müşrikler ahdisiga qandoqmi vafo qilsin, agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning haqqinglardan na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarda xush qiladi, dillarda va'dasida turishni xohlamaydi. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi, haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular mu'minlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquvchilardir. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Fuqadigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayblasa, ularning bundan cheklanishlari uchun kufrning katiboshlariga urush echinglar. Ularning qasmining haqiqatan e'tibori yo'q. Ey mu'minlar jamoasi, ahdi berganda ishkan qasmini buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qaslagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh bek loyiqdir. Ularga urush echinglar. Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Alloh ularni xor qiladi. Alloh sizlarni ularning ustidan g'olib qiladi. İslam dinini üstün qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik berdi. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Alloh xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilmaganlarni bilmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz deb o'ylamsizlar? Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Müşrikler özlerinin küfrünü iqrar qilib turg'uluq, ularning Allohning masjidlarini avad qilish to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilar avad qiladi. Ana shularning hidoyat topquvchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, Masjid-i Haramni ovat qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar? Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Iymon etganlarning, hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir.
Ana shular savob tepish bilan maqsadiga erishguvchilardir. Parvardigori ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlar bilan xush xabar beradi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki, Allohning dargohida ularga katta savob bor. Ey mu'minlar, agar otalaringlar, qarindoshlaringlar iymondan kufrni ortiq ko'rsa, kufrda mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. Kichinglardan kimlarki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan so'yimlik bo'lsa, u holda sizlar toki Allohning amri kelguncha kutinglar. Allah fasiq qavmni hidoyat qilmaydi. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tortiyildi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Allah payg'ambariga va mu'minlarga mag'firat qilib, xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamchi farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ltirish va asri elinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, Allohni inkor qilganliklari, e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yildan keyin ular Masjid-i Haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umr qilmasin. Agar sizlar ey mu'minlar, mushriklarning haramga kirishidan ma'ni qilinishi bilan feqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki, Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar bilan Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambarining sunnatida harom qilingan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'lganga qadar urush qilinglar. Yahudilar Uzayr Allohning o'g'lidir dedi. Nasaralar Masih, ya'ni Isa Allohning o'g'lidir dedi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zidir. Ularning so'zlari ilgirki kofirlarning, ya'ni mushriklarning, farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Alloh ularga la'nat qilsinki, Allohning bolasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandoqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. Ular o'zlarining hebrlarini, rohiblarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa, ya'ni olamlarning parvardigori Allohdan boshqa hech ma'budi barhaq yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirganlaridan pokdir. Ular Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yovdoq bo'xtonlar bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Alloh o'z nurini ustun qilmay qolmaydi. Kofirlar buni yomon ko'rgan taqdirdami? Allah haq din islomni barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambarini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Mushriklar uning ustun bo'lishini yomon ko'rgan taqdirdami? Ey mu'minlar, hebrlar va rohiblarning nurg'unlari kishilarning pul mollarini haqiqatan harom yeydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sadi. Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. O kunda, ya'ni qiyomat kunda u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yonlari va dumbilari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar, sizlar bu dunyolaringlardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar, yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Shubhisizki, osmon bilan zamin yaratilgandan tortib, oylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lavhul Mahfuzda 13 Ulardan 4'i, ya'ni Zulqa'ida, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan, Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zingizlarga ziyon solmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir.
Oyni orqaga surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish kufrni ziyoda qilishdir. Buning bilan kofirlar ozdiriladi. Ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yili halol qilsa, ikkinchi yili harom qiladi. Shuning bilan ular Alloh harom qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey mu'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nimishqa yurtinglardan ayrilginglar kelmaydi? Dünya hayotini oxiratga baxt bilan tegishga rozi bo'ldinglarmi? Dunyo hayotidan bahramon bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda foydasi oz narsadir. Agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltiradi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi hamroh bo'ldi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamroyiga g'am qilmag'in, Alloh haqiqatan biz bilan billa deydi. Alloh uningga, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik bag'ishladi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kafirlarning so'zini, ya'ni sherik kalimasini past qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir, Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki eg'ir bo'lgan holatda jihadga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar. Agar bilsanglar, bunda qilish sizlar uchun yaxshidir. Agar ularning da'vat qilgani oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttirhal safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana agishib, g'animat elish maqsadida chiqadi. Lekin bu orliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdiq deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlari halok qiladi. Alloh biladi-ki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. Ey Muhammad, Alloh seni kechirdi. O'zlarisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmaguncha nimishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berding? Ey Muhammad, Allohga va oxirat kuniga ishonganlar sendan mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad, faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar sendan ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tingirqab yuradi. Agar ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga g'ururlikni selib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarda qilib qolguvchilar, yana ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni kuchaytirdi. Oranglarga bo'lgunchilik selish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Aranglarda ularning so'zini anglaydiganlar bor. Alloh zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ichitishini obdan bilguvchidir. Ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozonganga qadar haqiqatan bo'lgunchilik selishga uringan, sana hilim mikrlarni ishlatgan edi. Albuki ular bundoq bo'lishni, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguvchilardir. Ularning orasida menga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgan, meni baloga giribtor deguvchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Shubhisizki, jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. Agar sen biror yaxshilikqa erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana biror musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishidi. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutamiz. Sizlarmi kutinglar, bizmi sizlar bilan birga kutaylik. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ularning bergan nafiqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xushyoqmaslik bilan o'qiydi. Pul milini rozilik bilan bermaydi. Ularning mol-mulki
va avlodlar seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kufr peti jon uzishini iroda qiladi. Ular biz cho'qim sizlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'izda musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar ular bir qo'rg'on yoki g'or va yoki gemini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayiblaydi. Ularga uningdan berilsa xush bo'lishidi, berilmasa xafa bo'lishidi. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi, biz haqiqatan Allohdan Allohning fazilini, ihsonini o'tinib turg'uvchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlarga, dillarni islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, insonlarni hurlikka erishtirishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali arziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsalarning hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mu'minlarning so'ziga, ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga arziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostilla mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimga qarshilik ko'rsatdi ekan, uning do'zaxga kiradiganligini, do'zaxda mangu qoladiganligini bilmamdi, ana shu cho'ng rasvolikdir. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror so'ra nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mu'minlarga pash qilishidan qo'rqadi. Aytqanki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxir qilinglar. Sizlar pash bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkor qiladi. Ey Muhammad, agar sen ularning masxir qilganligini so'rasang, ular biz faqat ish-pishig'i qilib o'ynashib qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobni va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degan. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri etmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afv qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari uchun jazoladik. Munofiq erlar bilan munofiq ayollar munofiqlikda va iymonidan yiroq bo'lishda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan to'sadi. Ular qo'llarini yumib oladi. Ular Allohni unutdi. Allohmi ularni unutdi. Shubhasizki, munofiqlar fosiqlardir. Allah munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Allah ularga la'nat qildi, ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan, halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvat sizlardan kuchlik, mol-mulki va avlodi sizlarninkiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nesivalardan bahramand bo'lgandek, sizlarning dunyoning lazzatlari jihatdagi nesivanglardan bahramand bo'linglar. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmi botilga cho'mdinglar. Ana shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ana shular ziyon tortquvchilardir. Ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, Ibrohim qavmining, Madyan aholisining, ko'mtirib etilgan qishloqlarning, ya'ni Lot alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizlar olib keldi. Bu mo'jizlarni ular inkor qildi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular kofir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Mu'min erlar, mu'min ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuradi. Yomon ishlardan to'sadi. Namozni to'liq ado qiladi, zakot beradi, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Alloh mu'min erlar va mu'min ayollarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi.
hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch selish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Ular ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kofir bo'ldi. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazilidan bayqaganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan bir do'st va bir madadkor topilmaydi. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beradiq, albatta yaxshilardan bo'ladiq deb Allohga ahd qildi. Alloh ularga o'z fazlidan ato qilgan chaqda bexillik qilishdi. Ya'ni ahdini buzib, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. Ular sadiq qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdagi yolg'onchiliklari uchun Allohga muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yildiz tortib turishini Alloh ularning ishining oqibati qildi. Allohning ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yo'shirin so'zlarini bilib turadiganligini, butun g'ayiblarni cho'nqur biladiganligini ular uqmamdi. Munofiqlar mu'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qiluvchilarni toqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qiluvchilarni ayblaydi. Ularni masxir qiladi. Alloh ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ular yana munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Rasulullohga xiloflik qilib, Tabuk g'azatiga chiqmay qolib qolganlar uylarida bahramon o'ltirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin. Agar Alloh seni Tabuk g'azatidan qaytarib, uzrsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga elib borsa, ular ikkinchi bir g'azatga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azatga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki, sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bahramon o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azatga chiqmay qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat va duo uchun uning qabrisi ustida turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi, ular fosiq holati bilan o'ldi. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Alloh dunyoda ular orqali ularni jazolashni, ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Bir sura nozil qilinib, Allohga iymon etinglar va Allohning payg'ambari bilan birga jihad qilinglar deyilsa, ularning orasidagi moldorlar sendan g'azotdan qilib qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azotga chiqmay uylarda bahramon o'ltirg'uvchilar bilan birga bo'layli deydi. Ular uylarda qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kasallar va ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi. Ana shular ikkala dunyoning yaxshiliklariga noil bo'ladi, ana shular maqsadga yetguvchilardir. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi, bu cho'ng baxtdir. Arabiylardan o'zri bayon qiluvchilar jihadga chiqmaslikka ruxsat so'rab keldi. Iymonini da'vo qilib Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihadga chiqmadi.
Yani Arabilardan bir türkümü cihad qilib chiqmadi, o'zlari bayon qilib kelmadi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ojizlar yani yashanganlar, kasallar, jihadga chiqishga xarajat topolmaganlar Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, jihadga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Allah mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Yana mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdirki, ular jihadga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihadga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin, ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari boy turib, jihadga chiqmaslikka ruxsat so'raganlar ayblanishi kerak. Ular jihadga chiqmagan ayollar, kasallar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Alloh ularning dillarini pechatlayapti. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. Ularning yeniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azotatidan qaytib kelgan cheg'inglarda ular sizlarga g'azotdan qilib qolganliklari to'g'risida o'zlari bayon qiladi. Ey Muhammad, ularga o'zlari bayon qilmanglar. Sizlarning so'zingizlarga ishonmaymiz. Alloh sizlarning ahvolinglarni va dillaringlardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Alloh va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amallaringlarni ko'rib turadi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar? Ondan keyin, ya'ni o'lguninglardan keyin yo'shirin va oshkora ishlarni bilguvchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh sizlarga butun qilmishinglarni aytib beradi degan. Ular yana munofiqlarning yeniga qaytib borganlaringlarda ular sizlarning ularni ayblamasliginglar uchun yolg'on o'zlaridan bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliginglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib beradi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi. Arabiylarning, ya'ni qir arablarning kufri va munofiqligi texmo ziyodadir. Allah payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah maxluqotning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Arabiylardan ba'zilari Allah yo'lda bergan narsalarni seliq hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchirsin. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uvchi, ishlarini bilib turg'uvchidir. Arabiylarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lda bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostilla Allohga bo'lgan yaqinchiligiga erishadi. Allah ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Allah haqiqatan mu'min bandalarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga to'liq mehribondir. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va nasaralardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularni Allohdan mamnun bo'ldi. Allah ular ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Atrofinglarda Arabiylardan munofiqlar bor. Madina aholisidan munofiqlikda ching turadiganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qitim yana dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda go'r azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, yana do'zax azobiga qaytariladi. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ular yaxshi ishga yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Alloh ularning tavbasini qabul qilishi mumkin. Allah haqiqatan tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularning gunohlaridan poklig'aysan va yaxshiliklarini ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhasizki sening duoying ularga xotirjamlik olib keladi. Allah ularning so'zini anglab turg'uvchi, niyatlarini bilib turg'uvchidir. Ular yana tavba qiluvchilar Allah'ның öz bəndilərinin tövbəsini qəbul qıldığanlığını, xalis niyətli kişilərinin sədaqəsini qəbul qıldığanlığını və Allah'ның tövbəni bəkmi qəbul qıldığanlığını, nəhayət mehriban ikənligini bilməmdi. Ularga aytqin ki, xalığan əməllərini qılыңlar,
qilgan amallaringlarni Allohning payg'ambari va mu'minlar ko'rib turadi. Yo'shirin va oshkora narsalarni bilguvchi Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. Yana bir qism jihadga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Allah ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Allah ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uvchidir. Ba'zi kishilar mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrni kuchaytirish, mu'minlarning orasini buzish, Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odam, ya'ni Abu Amir rohibning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qiladi. Alloh guvohlik beradiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. U masjidda mangu namoz o'qimagan. Birinchi kunidan tartibla taqvolik ostiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Allah ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi. Dinning binosini Allohning taqvodorlik va Allohning roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qolgan yarning girvigiga qurib, o'zimi uning bilan birga do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Toki ularning yuraklari pari-pari bo'lib o'lmagicha, ularning salgan masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillardagi gumon, munofiqlikning yiltizi bo'lib qolaveradi. Allah munofiqlarning ahvolini bilib turg'uchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhasizki, Allah mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib dushmanlarni o'ltirdi va o'ltirildi. Jihad qiluvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan. Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan mubak vafo qiluvchi kim bor? Qilgan bu savdonglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ular gunohlardan tavba qiluvchilar, ixlos bilan ibodat qiluvchilar, Allohga hamd sano etuvchilar, ro'za tutuvchilar, ruku qiluvchilar, sajda qiluvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib yomon ishlardan to'squvchilar, Allohning belgilamalariga rioya qiluvchilar, ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, cheklanganlardan saqlanuvchilardir. Ey Muhammad, yuqoridagi sifatlarga ega mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Payg'ambarlarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqadan bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilishi durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilingan va'dasini o'rindash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arziyatlarga chidamliq edi. Allah bir qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning ig'dorchiligi Allohga xosdir. Allah o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. Allah haqiqatan payg'ambarning va uning qiyinchilik paytida agashgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamonda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tasqagandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga to'liq marhamatlik, nihoyat mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor tuyulgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qiluvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bakmi qabul qiluvchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rostchilar bilan birga bo'linglar. Madina aholisi
va ularning atrofidagi Arabiylarning Rasululloh bilan jihadga birga chiqmay qolib qilishi o'zlarining aromi bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu ya'ni ularni jihadga chiqmay qolib qilishdan ma'ni qilish, shuning uchunki ular Allohning yo'lida uchirgan ussuzlik, tortgan jafo mushaqqat va ochliq, ularning kofirlarni xafalikqa soladigan har bir qadami dushmanlar ustidan erishgan, ya'ni o'ltirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsasi uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, yana savob yoziladi. Alloh albatta yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofasi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yoziladi. Mu'minlarning hammasining jihadga chiqishi shart emas. Ularning bir turkumi jihadga chiqqan ekan, ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qishig'i qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqa ilm talab qilishga chiqmadi? Ey mu'minlar, sizlar o'zingizlarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Sizlarni ular qattiq his qilsin, ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'irmasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Qur'ondan bir sura nozil qilinsa, ular ya'ni munofiqlarning orasida masxara qilish yuzidan bu yana sura qaysonlarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu yana sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal bo'lar, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ular kofir peti o'ldi. Ular o'zlarining har yili bir qitim yoki ikki qitim siniladiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilinadiganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi. Ibratmi olmaydi. Ular payg'ambar alayhissalomning huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan bir sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarashib, sizlarni biroz ko'rib qolammi deyishib tikiydi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartirib etdi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. O sizlarning hidoyat tepishinglarga erisdir. Mu'minlarga amroqdir, nihoyatda kuyimchandir. Ey payg'ambar, agar ular sana iymon etishdan yuz o'risa, sen Alloh menga kifoya qiladi, uningdan boshqa hech iloh yo'qdir, uningga tavakkul qildim. U buyuk arshning parvardigoridir degan.